Bugungi kontentimiz Surxondaryodagi archalar haqida bo'ladi. Va biz boshladik. Birinchi borgan archamiz Termiz shahri uchun qo'yilgan Piyatidagi archa bo'ldi. Joylashuvga keladigan bo'lsak, Alisher Navoiy haykali yonida joylashgan. Bunisi Life City Termizga qo'yilgan archamiz. Bu archamiz esa Mo'g'ra domlari ofisi yonida joylashgan Coca-Cola archasi. Ha, aytgancha 25-dekabr kuni hammani Coca-Cola shouga taklif qilamiz. Juda katta shou konsert dasturi bo'lib o'tadi. Bu taklifni Mo'g'ra domlari rahbariyati berishdi. Hammangizni Coca-Cola shouda kutib qolamiz. Bu archamiz Yashil dunyo bozorining yonboshida joylashgan, Beksaroy xonadonlarining to'g'risida joylashgan archa hisoblanadi. Bu joyga oilaviy kelib, yangi ish guruhini his qilishingiz mumkin. Bu yerda ehtiyojingiz uchun kerakli bo'lgan barcha turdagi do'konlar mavjud. Bu archamiz Muzsaroydagi archa hisoblanadi. Yangi ish guruhi Muzsaroyda ajoyib davom etmoqda. Atrofni bayramona bezaklar va quvonchli musiqa yanada fayzli qilib yuborgan. Endi esa Termiz shahridan ozroq, uzoqroqda joylashgan viloyat archasi qo'yilgan Yangi O'zbekiston shaharchasiga yo'l oldik. Biz u yerga yetib kelganimizda bayramda har yilga nisbatan yangi ish guruhi juda zo'r edi. Bayramga esa xonanda Ziyoda tashrif buyurgan ekan. Raqsga tushishda davom etamiz. Shunaqa kayfiyatda tushirib yuborib. Xayr dema, bor dema. Va nihoyat viloyat archasiga yetib keldik. Videoga like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.